Demek tema qurilmaning uyushli koeffitsiyenti. Qurilmaning uyushli koeffitsiyenti. Qanday bir grafik A bo'lsa, so funksiyaning qanday bir istagan izohat bilan yurgizgan qurilma to'g'risizlik bo'ladi. O'sha to'g'risizlikdan y teng kx plus b degandagi sizning tenglimasi bor-ku. So'ng k'si bor emas-ku. Nasibning k'si. So'ng topa olamizda. Bu k'ni bilasizlar, nima ishning tangesini bormi? X'larda qo'y. Bu hatto yurgizilgan qurilmaning uyushli koeffitsiyentini topa oladi. Ya'ni biz y teng f(x) degan funksiya bo'ladigan bo'lsa, biz shu k'ni topish uchun k degan zarni, ya'ni sizning k'si funksiyadan turini olib x'larga qo'yib hisoblasam, chiqadi ekan. Bilasizlar, siziq deganimiz o'zining tangent sayfasidan deydi. Qanday bir funksiya, mana bir misol ko'rish deymiz sizlarga. Funksiyani qurilmaning uyushli koeffitsiyenti degan temaning birinchi hisobini ko'rsatdik. Mana umumiy y teng birinchi hisob y teng x kvadrat minus 3x plus 2 emasmi? So'ng x teng 2 degan holatdan yurgizgan qurilmaning uyushli koeffitsiyentini so'rayapti, ya'ni qani so'rayapti. Saçma parabola. Parabola. Şu qayerda bu? Şu 1,5 degan yerdagina. Bir o'zi neydi? Y-ni qo'yib, 1,5 ni qo'yib hisoblaysan, to'menda qo'yib. Tersam ketmaydi. 1,5 yo'q, tersam bo'ladi. Ikkinchi ro'yxatda. Ikkinchi ro'yxatga 2 olsam 4'sini bas. Ama bu da 4,5 tersam katta to'menda bo'ladi. Nelerda turadigan o'sha? Bir mening yekni o'tadi. Hozir parabolani aytdim. Ular deb o'tdi, ya'ni yekni degan yerda o'tadi. O'zida parabola endi so 2 degan yerga x teng 2 degan neyimiz-ku? Yeki. So 2 degan yerdan mana t o'tadi siq bor. Sizlar bu dajda usulsizlikning tenglimesini imzolamiz. Tenglimesini imzolamiz. Biroq hozir tenglimesini emas, bizlarga tek usulsizlikdan k'si kerak. Usulsizlikdan y teng kx plus b degandagi k'si kerak. Tushundingizmi? Buni topish uchun men bu funksiyadan turini olib yekni qo'ysam, k'ga teng bo'ladi ekan. Xasiyat. Shu 2 degan yerdan yurgizib turgan o'rnin bor ekan. K1 teng. X 2 bo'lgan yerdan o'rni o'tdi, bu so'ng shuni yek. Ya'ni funksiyadan turini olib, qandaydir bir x degan yerdan yurgizgan o'rnlarning uyushli koeffitsiyenti, x turini olib x qo'ysak, kelib chiqadi ekan. K ga chiqadi. Tushundingmi? So'ng teng bo'ladi Allohdan. 2. X minus 3. Bunisi qanday? 2x minus 3. 2x minus 3. So'ng 2ni qo'yib hisoblaysan. 2 qo'yib 3 6. 6'dan 3 desa 3. Demek nasibning k'si 3 ekan. Muayyan yekini qo'yasiz. 3 qo'yib Yekini qo'yaman. Yekini qo'ysam 1. Nasibning k'si 1. Tushundingizmi? O k bilasizlar muyushti. Mana zaten tangent sayfa ya. 45 gradusdagi chekimda. O'g'il ustma son baylansin. Nasıl? Birinchi sizlar ketdi, so'rmaydi. Ikkinchisi ham so'ng shuni so'raydi. Avshasi, ikkinchisi qarab. Kafanasa qarab. Yigitning yigitning x kvadrat minus ln x x degan yerdan yurgan urbanning uyushli koeffitsiyentini so'rayapti. Niye emas? Bundan bunisi x minus 1 bo'lib x bo'ladimi? Kafanasa qarab. X'ni hisob etdingmi? X minus 1 bo'lib x bo'ladi. O'g'an 2 ni qo'ysam 2 minus 1 bo'ladimi? 2 dan 0 solsang necha? 1,5 degan javob bo'ladi. Yeymi? Ansat degan. Keyingi savol 3-chi. O'ndan uyushli koeffitsiyentini so'rayapti. Tunisi 1 bo'lib x plus 2x bor. 2 dan 1 qo'ysam
Bir bölüge 2'den 1 olsa 2 bo'lib ketadimi? 2 plus 1. 2x bo'lsa 1 1. bo'lib qoladi. 3 bo'ladi. 3 bo'ladi. 2'den 1 x edi. Bir soru. 3 bo'ladi. 2x bo'lsa 2 1 bölü 2. Dursa emasmi? 1 bo'ladi. 1 bo'ladi. Ana izindagi 1, ana 2. 2 1 bo'lsa 3 bo'ladi. Ama 3 degan jo'q, Ha, Üçüncüsü, dördüncüsü sel masajı gene. Dördüncüsü burası. X kvadrat minus 1 bölü x. Besti ko'rsatma. Besti ko'rsatganman qarang. Yigitdan 2 minus 3x degan sizni qo'yib qo'ydi. O'tirsizlar. Ustidan yigitdan x kvadrat plus bx plus s degan parabolaga x'ning 0 de o'rnini muhoti bo'lgan x ni o'ynayvering. 0 de o'rni o'tadi deydi. Mana siziq, mana parabolaga 0 de o'rni o'tadi deydi. So'rov va men sinf qo'shnisini cheking. Tushundingizmi? So'rashing. 0 de t o'tadi. Yuqoridan Ko'zdan sekilib nasibsiz deydi, mashina olib berdi. 2 minus 3x. X ga 0 qo'ysang 2. X ga 1 qo'ysang minus 1. Tushunayapsizmi? Tushunayapsizmi? Короче, buna parabola shahar shu parabola qani? Parabola, sonda deptor. Deptor. Fakat t o'tida, ana u o'tida parabola. Tushundingizmi? Bizlar buna parabolani tenglik tuzib so'rayapti. Tushundingizmi? Parabolani tenglik tuzib. Endi bu degan so'z, endi paraboladan tuğumdanib 0 da qo'ysam, necha bo'ladi? Sen aytding-a sanda, minus 3. Durustmi? Tuğumdanib 0 da qo'yaman. Tuğumdisi 2 plus teng minus 3 mi? Teng kama? Tushundingizmi? minus 3 ana x tamamı. K minus 3 qilsa edi. Tushundingizmi? X dan o'ynayshi? 0. 2 uydu 0 plus b teng minus 3. B minus 3 ekan. Durustmi? Demek funksiyondan men basını bilib oldim. Demek y teng x kvadrat minus 3x ekan. Bak qisqa yo'q. Sinab aytaman. Sinab aytasan. Sinabdan bu uchun no'xat kerak. Menda no'xat bor. No'xat qanday? Nol sana bir. Nol ham bir. Ama s degan y ko'chirib kesib o'tadi dedi. Ha. Tushundingizmi? Oldu. B tavıldı. S tavıldı. S neçe ekan? 2. Plus tamamı. Minus 1. Minus 1 ekan. Shundan so'ra 6. Aha, bu ham qiziq ekan. 6 chesa. Buni aytib Qanday funksiya bor? X bo'lingan 1 minus x degan funksiya bor. Bu funksiya x dan teng 3 degan joydan yurgizilgan. X dan teng 3 degan joydan yurgizilgan qurilmani o'x o'qi bilan tashkil etgan burchakka alfa deydi. Aslında sizin o'x ko'chirmay paydo etgan bo'yicha alfa deydi. Tushundingizmi? Buna funksiyalar bilmayman, bir qisqa funksiyalar deb nayerlarda mesela deb o'tgan bo'lsa 3 degan joydan t o'tgan. 1 2 3. Funksiya deb pi o'tgandan nayerda? Y teng x bo'lgan 1 minus x. Grafika to'g'risida shunday deb aytolmayman, biroq bu yerda t o'tgan. Tushundingizmi? Endi жаңа qo'yishi bor alfa. So alfaning sin sek alfasi bor. Ya, kosin sek alfasini hisoblab deyapti. So alfa bo'lsa kosin sek alfani siz alfa 45 chiqsa, kosin 90 da 0 deb javob beramiz ta'zimda. Alfa necha ekan tomimiz kerak. Ana da tuğumda. So mishni tanglisini izoh eting. K. Teng. Qani izoh eting? Tuğum tema. Tuğumda nechani o'rnatyapti? 3 ta. 3 ta.
funksiyadan tuğumdan üştümeyin. Kantal. Funksiyanın tuğumuzu ölçek bir tuğumuzu olmayma. Görünmesi x'in kvadratı. X'den tuğumda alaman. Bir. Bir x qarab turadi. X. X qarab turadi. Bunda minus 1 bo'lmaymi? Ha, o'rta plyus bo'lib ketadi. Plus bo'lib ketadimi? Ha. Endi 3 ta qo'yaman. Minus Bir x. qoladi. Asli ne? 4. 4 qoladi. 4. K chiqdi masalan. K 1/4 degan. Tangent alfa 1/4 degan emas-ku. Tangent alfa bor, kosinus alfa qanday to'g'ri? Qanday? Udan nega universal forma. Qanday formulasi? 1 minus tangens kvadrat x. Asmas. Üstü. 1 plus tangens kvadrat x. On altı mı aldım? 16. 16'dan. Tak. Kaparsa 15 versi 17. 15 bölü 17. Var. Sıcı. Yani olsun. Vay vay sana yani. Üstü koyup gittiğinde ya teşekkür ederim. Yaxshi. Mesela biz кружок отвечать вопрос, я не лежу обжат, это просто значит, мы снимаем слово. Ha? Zıtsal lepik. Unduma? Qanday deymiz? Nima? Undu. Mana aytatsam ya? Undumi? Yaxshi. 6 safga ketdi. Jeta toshli soyasatning o'zi y sati o'zgarmagan. Katangisiga alfasini so'rayapti. Tangisi alfa 1/4 bo'lsa, katangisiga alfani topa olamizmi? Tangisiga alfani topa olsa, formulasi bor. Shu 1/4 bo'lsa, katangisiga alfa deb chiqadi. Seyinchi sanam toshli soyasatning o'zi seyinchiga alfani so'rayapti. Uni universal formula qo'yasizlar. To'g'ri esa yigitning x 3x kvadrat plus 2x degan funksiya qo'ydi. X ning minus 3 degan joydan jo'natgan funksiya formulani o'z o'qini nisbat yo'nalishini qanday bo'lacak hozir qiladi. Minus so'radi, alfani so'radi. Qanday bo'lsa tangent alfa deganmiz-ku. So'shin kasenda egar 3 chiqsa, men javob artangens 3 bo'ladi 7. Tushundingizmi qo'ya? Tangens alfa teng 3, alfa teng artangens 3 deymiz. Tushundingizmi? Minus so'radi bilasizmi? Ko'rsatib bering ba, to'g'ri. Yigitning qanday? 3x plus 2x. Endi bizda sana o'ylab qo'ydi. Siz qanday fundal 3 bo'lmadimi? 6x plus 7. 3 qo'ysa necha? Minus 18. 16. Minus 16 bo'ldi. Demak, tangent alfa teng minus 16 da alfa teng nima bo'ladi? Pi minus Minus 16. 16 bo'ldi. Xo'p. Anlasınlar? Bacı Pi minus mu? Pi minus demek. Minus bo'ldi. Tangentdan minus chiqadi. Tangentdan chiqadi. Minus tangent. Mana shu javobi aql ko'rib 429. Bada koyuyor. Bada koy. Bada koy. Pi minus var. Pi minus qo'yib. Tangentdan qanaqa chiqadi? K ataymi endi? Bundan minus K teng tangentdan qanaqa qilib bermoqman. Ne yapacağız?
Mesela bu şartındaki tangensial so'ramasam tangensial falan verib topib qo'ydi bir bo'lishni. O'zi qarang, Ravshan, qiyin emas. Xullas, tuzni olib, x-ni qo'yib bersam bo'ladi. Tuzni olib, minus 3 mesela berib qo'ydi o'zi. 3 ansatizmni misol uchun 0'ni 10 chiqarib, kan chiqarib, kan tangensial qiladi endi. Bada qo'yib Bada qo'yib qo'yadi. Nega? Minus chiqdi. Nechinchi saviyada? 30. Qarang, K tersdan chiqdi degan so'z, tangens tersdan degan so'z. Tangens tersdan degan so'z mana shu davol degan so'z. Nima mana filmingiz tangens? Ya. Сэр has нях сработал. Короче, миш ters bo'lmaydi degan ma'nosida o'tirib. O'sha filmni sevamman. Trigonometriya emas endi bu. Ters mish degan qo'yadi, masalan. Minus artangens 16 degan minus 30 gradus degan deb o'tiribsiz biz. Minus 30 gradus deb bo'lmaydi, 150 gradus deb aytib kerak. 180 30 gradus deb aytib kerak degan deb o'tiribsiz. Tushundingmi? Tamam. Biz buni minus 30 gradus degandan deb o'tiribsiz. Как будто да. Hozir misol uchun minus artangens 16 degan minus 30 gradus. Shu artangens minus 90 va 90 arasida, do'stlar. Minus 30 gradus. Men minus 30 gradus deb minus aytsam, bir minus 30 gradus desam, u buni 150 gradus deb aytib-da, ikkinchi sherakka tushirib. Tushundingmi? So'ng shuni filmingizda. Misol uchun da seni Juan. Sen bir ko'rinish chiqqanda alfa teng nechta? Qachon minus ko'rib bir ko'rinish chiqqan? 150. Негізі қағидасы бойынша арктангенсте минус 90 арасында минус 30 градус теңдірек қой. Келтірген керек функцияда арктангенс деген яныстана минус 90. Яшы яныста болса арктангенс деген. Нөлден фиға шекеме. Енді арктангенске минус 90 арасы қағидасы бойынша сен минус 30 градус деп айтуың керек, минус 30 градусда минус 1 бөліп алайыншы ғой. Бірақ сен былайша реальный өмірде минус 30 градус, минус 30 градус деп айтпайсың ғой. 150 градус деп айтасың. Соның үшін ана жерде минус 30 градус емес, 150 градусты назарда тұтып жатыр деп айт. 150 градус назарда тұтып жатыр. Мысалға көрсетіп отырмын. Түсіндің? Сол үшін арктангенс 10 градус болатын болса, минус 10 градус емес, 70 градус деп айтып жатыр. Түсіндің бе? Соның үшін жоқ па. Кейінгі 10. Ойырым сондай градусын сұрап отыр, одан мощный сан шығалмады. Туын алып бүйінсегіне қойып көрейік 10-ға. 2x плюс 3. Минус 6 плюс 3. Неше кетен? Минус 1. Ахал. Таңның сәлфа тең минус 1. Минус 45 дегейсен ғой? 135. Yani 11 funksiyaning grafiki x-ni o'tgan 3'ten 1 noktada жүргізеді urmanın. Bu da sonda. Bunu alıp 3'ten 1'ni qo'yasan. Xulosa shunday. Bo'ldi.